Aslida buldrop.vip degan sayt bu rostmi yoki-da yolg'onmi? Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Suyitajon. Xo'p, bolalar, bugungi videomiz buldrop.vip haqida bo'ladi. Sizlarga polностью o'ynab tushuntirib ko'rsataman va nima haqida bo'lyapti. Va u qiy-chuv bo'lyapti. Buldrop ko'rsin, kimdir hype qilyapti, kimdir o'zini oqlab chiqyapti, kimdir meni yomonlayapti. Men ularga endi e'tibor bermayman. Ular ongi pas tug'ma bo'ladi ular. Xo'p, biza bo'lmasa buldrop haqida polностью tushunchani sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Sizlar prosta like va obuna bosib qo'ysanglar tezroq 100 mingta bo'lardik biza. Biza bo'lmasa ketdik. Agar shunday kommentariyadagi silkaga o'tsanglar Telegram kanalimga 20 ta odamga yangi sezonga RP sovg'a qilaman. Shunday ID qoldirasiz bo'ldi. Hamkor, homiy hech nima yo'q. Xo'p, mana biz Buldrop saytiga kira oldik. Ana endi sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Bu qanaqa sayt bilmaganlar uchun boshdan oxirigacha tushuntiraman. Xo'p, bu saytni qanday deb tushuntirsam sizlarga. Masalan, PUBG Mobile'ga sizlar open case qilyapsizlar, UC tashlayapsizlar, to'g'rimi? Bu yerga ham xuddi shunday pul tashlaysizlar, open case qilasizlar. Lekin sizlarning UC'laringiz agar omadlaringiz kelib qolsa, UC'laringiz 1 barobar emas, 2 barobarga ko'payib ketishi mumkin. Yutqazib qo'yishingiz ham mumkin, lekin yutqazgan paytingizda ball yig'ib, o'sha ballaringizga yana narsa olib, uni sotib, UC olsanglar bo'ladi. Xo'p, polностью men sizlarga hozir tushuntirishni boshlayman. Buldrop saytiga kirasizlar, Google akkaunt orqali registratsiya qilgandan keyin, bolalar registratsiya qilasizlar. Bu sayt bu ilova emas. Registratsiyadan o'tgandan keyin sizlar birinchi qiladigan ishlaringiz bu yerga pul tashlash kerak. Xuddi PUBG ga UC olganda UC servisiga pul berasizlar, bu yerga ham shunday pul berish kerak. Xo'p, biz o'zbek tilini tanlaymiz. O'zbek tilini tanlagandan keyin hisobni to'ldirishni bosamiz. Hisobni to'ldirishga kelganda yaxshilab e'tibor beringlar. O'zbekistonga bu qonuniy bo'lib kirgan buldrop. Xo'p, bu yerda nima qilasizlar? Qaranglar, Paynet bor, Click bor, PayMe bor, Uzcard, Humo, Visa, Master hammasi bor. Xohlasanglar Tontron, USDT bularni men uncha tushunmayman. Sizlar shundan qilsanglar bo'ladi. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz biza balansimizni to'ldirishimiz kerak. Balansni to'ldirish uchun masalan sizlar menda hozir 4000 coin bor, men to'ldirmayman, lekin sizlarga tushuntiraman. Masalan, kelinglar 100 ming so'm deylik, 1000 so'm, 10 ming, 100 ming, to'g'rimi? Qaranglar, 627 coin beryapti bizga 100 ming so'mga. Bu o'zi ilovani o'zini coini bor, buldrop coin deyiladi. O'sha coinni beryapti. Xo'p, bu coinni ko'paytirish ham iloji bor. Bitta iloji bor, promokod degan joyiga Akajon degan promokodni kirgizsanglar, mana bu 627 sizlarda 830 mi shunaqa bo'ladi. Chunki 20% bonus beradi. Akajon degan promokodni kirgizasizlar va bonusni olasizlar. Chunki bu masalan 200 ming tashlayapsizlar, 200 minglaringizga 20% bonus qo'shiladi. Bu sizlarga o'zlaringizga foyda, yaxshi bo'ladi. Xo'p, ana endi biza hozir 4000 balansimiz bor. Biza bundan oldin o'ynagandik. Bizning balansimizda 4000 bor. Biza case bo'limiga o'tamizda bitta case ochishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz bolalar. Biza caselarni to'g'ri tanlashimiz kerak. Agar arzonroq o'ynamoqchi bo'lsanglar, birinchi yangi caselarni ochinglar. Yangi kelgan caselar sizlar o'zi Buldropning Telegram kanaliga o'tasanglar, yangi kelgan caselarni sirazu sizlarga tashab beradi. Yoki ilovada eslaringizda qolsa, yangi caselarga kirib o'ynanglar. Xo'p, qaranglar. PUBG Mobile'ga nima case chiqsa, bu yerga ham o'sha chiqadi. Masalan, mana Titan, Gigant, Poist, Shelby ko'ryapsizlar. Hamma case bor. PUBG ga nima case bu yerda ham shu. Xo'p, case tanlashda adashmanglar. Men masalan yangi caselar futbolistlar kelgan, futbolchilarnikini qo'yishgan. Men o'shalarni ochib ko'raman. Bu foyda yoki zarar hozir sizlar bilan bitta tekshiramiz va qancha UC bu yerda chiqarib olamiz. Balansimizda 4000 coinimiz bor va yana menda bor. Men sizlarga hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana menda ko'p narsa bor hali bu yerda. Shu narsalarni bu pul tugab qolsa agar o'shalarni sotib o'ynasam bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa ketdik. Biz futbolchilarni ochib ko'ramiz. Tak, birinchi biz Ronaldo case'ini ochib ko'raylik qani. Ko'p kishi Ronaldo maqtaydi. 4 taligini ochib ko'ramiz. 1900 ga base propusк. Ketdik. 1900 base propusк. Bu bolalar ko'rsanglar bo'ladi. Bu уже bizga где-то 480 foyda beryapti bu. 480 bizga mifik tushyapti. Buni sotamiz, ushlab o'tirmaymiz, balansimiz ozgincha ko'paydi. Endi Ronaldo emas, Messi case'ini ochib ko'ramiz. Ronaldoni ochdik. Ana endi Messini ochib ko'ramiz. Messini 4 taligini propusksiz ochamiz. Propusk qilmaymiz, prosta ochamiz va foydani ko'ramiz. Foyda emas, bu zarar. Messi bizga zarar berdi. Yana bir marta Messini ochib ko'ramiz. Messini yana bir marta ochib ko'ramiz. Xo'p, Messi bizga zarar berdi. Ko'rdingizlar, 2 marta zarar berdi. Ronaldo bizga foyda, Messi bizga zarar. Xo'p, futbolistlar keysdan uzoqqa ketmaymiz. Biza Maradonani ochib ko'ramiz. 4 taligini propusksiz ochib ko'ramiz. Maradonani 2300 ga ochyapman. Bizga bu zarar bolalar. Bu 2800 mi 900 zarar beryapti. 3 taligini ochib ko'ramiz. Mayli, bizning pulimiz tugab qolsa, biz hozir yana uni sotib o'ynab ko'ramiz. Voy. Bu hozir foyda bo'ldi bu. Chunki bizga ultimate tushyapti 9 minglik. Xo'p.
Bizda 4000 balansimiz bor edi, bu 9000 bo'ldi, to'g'rimi? Buni olib qo'yamiz. Balansimiz 10300 bo'ldi. Ana endi tushuntiraman. 100 chiqarib olishga kirasiz. Men ruscha qilay, ko'rsatadi 100 ni. 100 chiqarib olishga kirgandan keyin boyagi summamizni yozamiz. 4000 coinimiz bor edi. Biz 3 ta case ochdik. Messi, Ronaldo va Maradona case'ini ochdik. 3 ta case, to'g'rimi? 3 ta zarar bo'ldi, 2 ta foyda bo'ldi. Xo'p, 4000 ga biz ochdik. 100 da bu 2785 UC bo'ladi. 2785 UC. Xo'p, endi bu UC ni biza qancha qildik? 1000, 10000. Bu UC ni biza 8220 UC qildik. Bu deganiki 3 mi, 4 mi, 3 barobarga ko'p qildik biza bu UC ni. Xo'p, mana shu joyda iltimos qilaman, sizlar shu joyda chiqarib olinglar. Buni keyingisiga o'ynamanglar, chiqarib olinglar. Xohlasanglar bir 6000 UC chiqaringlar, qolganini olib qo'yinglar o'ynamoqchi bo'lsangiz, lekin chiqarib olinglar. Men hozir chiqarmayman, men yutqazib qo'yishim mumkin hozir. Men chiqarmayman, men UC chiqarib bo'lganman bugunga. Men lekin sizlar uchun o'ynash, sizlarga ko'rsatish uchun men o'ynayman yana. Xo'p, biz hozir 3-4 barobarga foyda ko'ryapmiz. Ana endi biz nima qilamiz? Bu yerda tak, Peleni ochib ko'ramiz. Peleni 4 taligini base propus ochib ko'ramiz. Bu bizga foyda yoki zarar men bilmayman. Oldindan ayta olmayman sizlarga. Bu bolalar zarar bu. Pele bizga juda zarar berdi. Yana bitta Peleni ochib ko'ramiz. Agar zarar keltirsa, boshqa keysga o'tib olamiz. Xo'p, bolalar bu ham zarar. Tak, 8000 bor. Давайте futbolchilarni to'xtatib turamizda, mashinlar keysiga o'tamiz. Mashinlarda ikkita mashin bor. Hamma bilgan trendda bo'lgan mashinlar Mercedes bilan BMW. Xo'p, ikkalasidan bittasini ochamiz hozir. Mercedesdan boshlaymiz. Mercedes 4 taligi propusksiz ochamiz. Propusksiz menga yoqadi qandaydir. Propusksiz ochamiz. Bizga bu bola zarar berdi. Yana bitta propusksiz ochamiz. Bizga bu zarar yoki foyda. Hozir ko'ramiz. Bu bolalar bizga foyda berdi. Xo'p, ana endi Mercedesning 4 taligi emas, 5 taligini ochib ko'ramiz. Bu bizga foyda yoki zarar? E'tibor bergan bo'lsanglar, voy, bu foydami? Bir xil, yo'q, foyda emas, zarar emas. E'tibor bergan bo'lsanglar, Bulldrop orqali juda ko'p odam hype ishlab aktiv ko'taryapti. Nima uchun? Bulldrop O'zbekistonda juda katta aktivga ega bo'ldi. Shu uchun aktivga tushib qolgan content makerlar, streamerlar bor. Men ismini ham aytib o'tirmayman. Ular o'zini ishini davom ettirmasdan o'zini kuchini yo'qotib qo'yib, mana shunaqa narsalarga osilishni boshlagan. Va shu Bulldropni kim o'ynab o'tirgan bo'lsa, o'shalarni qoralab, o'zini oqlab chiqyapti. Bu неприличный degan gap bo'ladi. Bu sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Agarda o'zingning kuching yetmayaptimi, aktivingga kontentingni to'xtatdi, boshqa narsa o'ynab ketgin. Counter o'ynab yur, CS:GO o'ynab yur, CS:GO o'ynab yur. Nima qilasan bir kishiga osilib. Masalan, menga nechtasi hype qilib ishlab chiqdi, men lekin birontasiga atvet berganim yo'q. Chunki ko'ryapti, qanaqa hozir ketyapti bu narsa. Men maqtab ham o'tirmayman. Men nima demoqchiman? O'zinglarning kuchinglar bormi? O'zinglarning kuchinglar bilan o'ynanglar. Bir kishiga osilish keragi emas. Sizlarga hech kim osilmayaptimi? O'zinglarning yo'llaringda yo'llaring, o'zlaringni qoralamalaring. Bu yerdiga hech kimni majburlamayman men. Bulldrop degan saytga kirmasang boshing yo'raman deganim yo'qman. Xohlasa o'ynasin, xohlasa o'ynamasin. Men hozir videoni to'xtatmasdan ko'rsatib beryapman. Ham zararga ham kiryapman, ham foydaga ham kiryapman. PUBG Mobile'ga ham narsalar tushmagan payti ham bo'lgan, tushgan payti ham bo'lgan. Bu ham shu narsa. Menga bu qulaylik keltirgan. Xo'p, ana endi Motion case'da BMW'ni ochib ko'ramiz. Davom etaylik. U hyperjorlar hech qachon tugamaydi. Chunki bilasizlarmi nima uchun hyperjorlar aktiv ko'taradiganlar tugamaydi? Sababi bitta. Ular tug'ma bo'ladi. Ularni qonida bo'ladi. Ular tug'ma bo'ladi. Ular bir kishiga osilib ko'tarilish ularga tug'ma bo'lib qolgan. Ular shunaqa miyasi shunaqa ularni ishlaydi. O'sha uchun ularga e'tibor bermagan holda biz hozir yana o'ynaymiz. Xo'p, bo'lmasa Motion case qani edi? Mana BMW 4 taligini ochib ko'ramiz. Biza bu zarar, bu foyda men bilmayman. 4 talik BMW ni ochib ko'ramiz. Bu bizaga bollik voy. Bu bizaga juda katta foyda berdi hozir. Balansimiz 11000 bo'ldi. Ana endi 5 taligini ochib ko'ramiz shu BMW ni. Bizaga bu foyda yoki zarar men bilmayman. Xo'p. Bu bolalar zarar. Yana bir marta ochib ko'ramiz. Bizaga bu foyda yo zarar. Xo'p.
Bu foyda. Bu 2 barobarga foyda degani. Balansimiz bizani 12123 bo'ldi. Sizlar uchun bitta propusk ochib beraman va ko'rishinglar mumkin. Men yana bitta mashina tushirdim. Hozir bu BMW ni o'zida ikkita mashina tushiryapman. Xo'p, buni sotaman, balansim 13000 bo'ladi. Ana endi men sizlarga tushuntiraman. Qaranglar, o'zbekcha qilib ko'rsataman sizlarga. Tak, qaniydi? Mana chiqarib olish UC bosaman. Hozir endi ruscha qilaman chunki UC'ni ko'rsatmaydi o'zbekchada. Qaranglar. 4000 qilaman. Biz 4000 bilan boshladik. 4000 bilan boshladik. 2785 UC bo'ladi. 2700 UC bilan boshladik biz. Biza 2700 UC ni qancha qildik? 13000 coin. 10345 UC 5 barobarga ko'p qildik. Hozir chiqargan UC'imni men 5 barobariga ko'paytirib beryapman. Ko'rishinglar mumkin. Men sizlarni majburlamayman. Kir bir balo qil deb. Xo'p, to'xtab turinglar, men yana bir marta ko'rsatib o'tib ketay. Qaranglar, agar sizlar balans to'ldirib bo'lgan bo'lsanglar ham, men tushuntirib o'tib ketaman. Ko'p kishi to'ldirib bo'lgan bo'ladi. O'zbekcha qilaman. Qaranglar, promokod degan joyga bu promokodlar yangi chiqqan payti xohlasanglar 2000 so'm bilan ishlatinglar. Ko'p kishi aytishi mumkin-ku, promokod orqali pul ishlaydi. Xohlasanglar 1000 so'm tashlaylar, lekin promokodni ishlatinglar. Bu promokod tezroq eskirgandan keyin menga yangi promokod berishadi. Obunachilarimga tarqatishim uchun. Qaranglar, akajon degan promokodni kirgizasizlar, men ishlatib bo'lganman. Sizlarga 20% bonus beradi. Tashayotgan pullaringga 20% bonus beradi. Aytib o'tib ketdi yana bir marta. Sizlarni bu yerga men majburlamayapman. Xohlanglar kiringlar, xohlamaylar kirmanglar. Bu yerda sizlarga majburlik yo'q, umuman. O'zingizlarning xohishlaring. Men o'zim xohlab o'ynayapman bu narsani. Meni hech kim majburlagani yo'q. Men o'zim xohlab o'ynayapman. Boshqalar ham shunday. O'zlaringiz xohlasanglar o'ynanglar, xohlamasanglar o'ynamanglar. Umuman iltimos sizlardan, xohlamasanglar o'ynamanglar. Promokod akajon, xohlasanglar boyagidek 2000 UC'ni 10000 UC qiling, 8000 UC'ni 16000 UC qiling. Qarochi o'zlaringiz bilasizlar. Shu promokodni ishlatsanglar sizlarga 20% bonus beradi. Xo'p, qaranglar, men sizga tushuntiraman. Bu sayt yolg'on, rostmi? Men sizga hozir keltirib beraman. Ko'p kishi buni demo shot deydi. Demo shot, ana bookmakerlarga beriladigan shot nima borku o'yinlar, ularga demo bo'ladi. Bunda demo yo'q. Chunki bu yerda shaxsiy kabinetga kirganimda, chiqarib olish tarixini bosganimda, men shuncha UC chiqarganman. Mana shuncha UC o'zimni aydim, xohlasanglar terib ko'ringlar. O'zimni aydimga million xil UC chiqarganman. Mana shuncha UC men chiqarganman. Mana shuncha UC men chiqarib bolalarga har kun streamda UC lobbilar qilib beraman.